Uning sovuqotgan barmoqlari mening yalang'och yelkamga tekkanda men zarracha ham sekanmadim. Aksincha 10 yillik qishdan keyin birinchi marta terimda oliv yonganini his qildim. U menga shu qadar yaqin ediki, men o'z ismimni unutib qo'ydim. "Qo'rqyapsanmi?" deb kichirladi u. Men ko'zlarimni yumdim. "Yo'q, men seni kutayotgandim", dedim. Ovozim qaltirab. Assalomu alaykum qalbimga yaqin va dardkash sirdoshlarim. Hikoyachi muammo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki romantik hikoya emas, qariylik holatdagi qalbning qayta tirilishi, o'zini ayol sifatida qayta kashf etishi haqida gapirib beraman. Agar siz ham uzoq yolg'izlikdan, o'zini keraksiz his qilishdan charchagan bo'lsangiz, bu hikoya aynan siz uchun. Yulduzlarga boy oqshomdek sehrli va ehtirosli bu xotir sizning yuragingizni ham isitishiga ishonaman. Videoni oxirigacha tinglang, like bosing va o'z his-tuyg'ularingizni izohlarda yozib qoldiring. Men har birini mehr bilan o'qiyman. Meni Nodira deyishadi. 35 yoshdaman. Men erta turmushga chiqqan, farzand ko'ra olmagani uchun xorlanib ajrashgan, o'zini faqat ishga bag'ishlagan sovuq bir ayolga aylangandim. Erkaklarga nisbatan ishonchim butunlay o'chgan edi. Ular men uchun shunchaki hamkasb yoki mijoz edi. Men qalinzish kiyib olgandim. Bu zer meni og'riqdan himoya qilardi, lekin ayni paytda baxtdan ham to'yib turardi. Uning ismi Azamat edi. 27 yoshda u bizning kompaniyaga yangi it mutaxassisi bo'lib ishga kirdi. Avvaliga u mening ko'zimga juda oddiy, hech qanday xavf tug'dirmaydigan yigitdek ko'rindi. Doim jilmayib turuvchi aqlli nigohlar. U mendan ancha yosh edi. Men uni umuman erkak sifatida qabul qilmasdim. Lekin o'sha beyo'yozor nigohlar asta-sekin mening zirhimni ishni boshladi. U menga Nodira opar demasdi. U doim menga Nodira xonim yoki shunchaki Nodira deb murojaat qilardi. Bu kichik detal mening ichimda qandaydir ayollik g'urini uyg'otardi. Bir kuni ishdan keyin ofisda yolg'iz qoldim. Kompyuterim qotib qoldi. Ahmad yordam berishga kirdi. "Juda ko'p ishlaysiz, Nodira", dedi u kompyuter tugmalarini bosayotib. "Ishlamasam nima qilaman", dedim men sovqonlik bilan qog'ozlarni taxlab. U ishlashdan to'xtadi. Kreslosini men tomonga burdi. "Masalan, kofe ichib, kimdir sizning naqadar chiroyli ekanligingizni aytishini tinglashingiz mumkin." Mening qalamim yerga tushib ketdi. Yuragim kutilmaganda shunday qattiq urdiki, o'zim ham qo'rqib ketdim. Men unga qaradim, u hazillashmayotgan edi. Uning qop-qora ko'zlarida hazil emas, ochiq erkak qiziqish bor edi. Men darhol yuzimni burdim. "Ishni tugating, Azamat. Kech bo'lyapti." Men o'zimni jiddiy ko'rsatdim, lekin o'sha o'xsh uyga borib uzoq vaqt ko'zga qarab turdim. O'zimni qaytadan kashf etayotgandek edim. Birinchi burilish dugonamning tug'ilgan kunida yuz berdi. Bu qishning eng sovuq qorli oqshomi edi. Men o'sha bazmga borishni umuman xohlamagandim. Lekin borishga majbur bo'ldim. Oddiy qora ko'ylak kiydim. Sochlarimni yig'ib oldim. Men hech kimning e'tiborini tortmoqchi emasdim. Zalga kirdim. Odam ko'p, musiqa baland va men birdan uni ko'rdim. Azamat. U ham dugonamning uzoqroq qarindoshi ekan. U to'q kostyumda shunday kelishgan ediki, men qotib qoldim. U meni birinchi bo'lib paytadi. Uning yuzi yorishib ketdi. U odamlar orasidan yorib o'tib, to'g'ri oldimga keldi. "Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim", dedi u ko'zini mendan uzmay. "Men ham", dedim men biroz nafasim qisib. U qadahini mening qadahimga urdi. "Bugun siz juda himoyasiz ko'rinyapsiz va aqlbovar qilmas darajada go'zalsiz. O'sha oqshom biz birimizdan ajralmadik. Biz qandaydir chekkaroq stolda o'tirib soatlab gaplashdik. U mening yoshimni, ajrashganimni, farzandim yo'qligini bilardi. Lekin bu unga zarracha ham ahamiyatsiz edi. "Menga sening pasportingdagi raqamlar emas, ko'zlaringdagi ma'no kerak", dedi u menga tikilib. Bu so'zlar mening 10 yillik muzlarimni yorib yubordi. Bazm tugadi, ko'chada qalin qor yog'ardi. "Men sizni kuzatib qo'yaman", dedi u e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qat'iy ohangda. Biz uning mashinasida ketardik.
Mashina ichi issiq, sof musiqa chalinar, tashqarida esa qor uchqunlari oynaga urilardi. Biz jim edik. Lekin bu sukunat ehtirosga aytilmagan so'zlarga shunchalik tola ediki, havoni ushlasib oladigandek edi. Mashina uyimning oldiga kelib to'xtadi. Men sumkamni oldim. Rahmat aytib eshikni ochmoqchi bo'ldim. Lekin negadir qo'lim bormadi. Azamat mashinani o'chirdi. U menga qarab o'girildi. Nodira, men hozir ketsam tonggacha uxlay olmayman. Uning ovozi shunday past va chuqur ediki, vujudim titrab ketdi. Men unga qaradim. Kofe ichasanmi, dedim o'zim kutmagan holda ovozim qaltirab. U hech narsa demadi. Faqat ko'zlarini yopib chuqur nafas oldi. Xuddi dunyodagi eng katta yutug'ini qo'lga kiritgandek. Biz uyga kirdik. Uy issiq va jimjit edi. Men paltosini yechishga yordam bermoqchi bo'ldim. Lekin u mening qo'llarimni ushlab qoldi. Uning qo'llari sovuq, lekin barmoqlari shunday kuchli ediki, u meni o'ziga sekin tortdi. Men qarshilik qilmadim. Nodira pichirladi u mening yuzimga egilib. Men sening ziringni yechmoqchiman. Hamma qoidalaringni, qo'rquvlaringni unut. Men bir ogiz so'z aytishga ulgurmadim. Uning lablari mening lablarimga tegdi. Bu bo'lsa shoshqaloq yoki yovvoyi emasdi. Bu g'oyatda mehrlik o'rganuvchi va shu bilan birga aqlbovar qilmas darajada ehtirosli edi. Men uning ko'ksiga suyanib qoldim. Uning qo'llari mening yelkamdan belimga qarab sirpanardi. Menga bu qanchalik kerak bo'lganini men endi tushunib yetgandim. Yillar davomida olikdek yashagan tanim birdan uyg'ondi. Men uning bo'ynidan mahkam quchoqlab oldim. U meni oqita ko'tarib yotoqxonaga olib kirdi. O'sha kecha hech qanday shoshqaloqlik bo'lmadi. Oramizda faqat qattiq urayotgan yurak tovushlari va chuqur nafaslar bor edi. U mening qora ko'ylagimni yechganda menga shunday ehtiyotkorlik bilan qariki, xuddi Mavda haykaliga qaragandek. Men hech qachon o'zimni bunchalik go'zal, bunchalik istalgan ayol sifatida his qilmagandim. Uning har bir bo'lsasi yelkamdan bo'ynimga, u yerdan butun tanamga taralardi. Men ko'zlarimni yumib bu hisroniga o'zimni butunlay topshirdim. U nafaqat mening tanamni, balki shu vaqtgacha muzlab yotgan qalbimni, yarador ruhimni kuchayotgan edi. U menga shivirlab qanchalik go'zal ekanimni, meni qanchalik uzoq vaqtdan beri istaganini aytardi. Seni hech kim bunchalik sevmagan, to'g'rimi, dedi u nafasimga aralashib. Men faqat yoshli ko'zlarimni yopib ha deb pichirladim. Osha tunda men ayol bo'lib qayta tugildim. Men barcha yosh bilan bog'liq komplekslarimni, o'mishdagi omadsizliklarimni devor ortida qoldirdim. Men bor-yo'g'i sevishni va sevilishni xohlaydigan oddiy, ojiza ayol edim. Ertalab tong otganda men qorli derazadan tushayotgan yorug'likdan uyg'ondim. Azamat yonimda yotardi. Uyg'oq edi. U mening sochlarimni silab menga qarab jilmayib turardi. Xayrli tong mening hayotim, dedi u peshonamdan o'pib. Men uning ko'kragiga boshimni qo'ydim. Yuragim shu qadar xotirjam, shu qadar soyin ediki, men endi qo'rqmasdim. Meni nima kutayotgani, odamlar nima deyishi meni qiziqtirmasdi. Men o'sha kecha haqiqiy baxtni topgandim. Bu shunchaki bir kechalik ehtiros emasdi. Bu mening o'zimga bo'lgan ishonchimni qaytargan, meni o'z-o'zimga mehr qo'yishga o'rgatgan buyuk qaytish edi. Ba'zida insonning hayotini o'zgartirish uchun yillar emas, bitta sovuq qish oqshomi, bitta issiq quchoq va bitta chin dildan aytilgan sen go'zalsan degan so'z kifoya qilar ekan. Azizlarim, hayot har doim ham bizga oson bo'lmaydi. Lekin hech qachon o'z qadringizni, ayollingizni yashirmang. O'mishdagi xatolar yoki og'riqlar sizni kelajakdagi baxtdan to'sib qo'yishiga yo'l qo'ymang. Ehtiros va sevgi yosh yoki vaqt tanlamaydi. U o'zi xohlagan vaqtda qalbingiz eshigini taqillatadi. Asosiysi o'sha eshikni ochishga qo'rqmang. Sizning hayotingizda ham shunday muzlarni yoritib yuborgan tasodifiy mehr bo'lganmi? Yuragingizni qayta uyg'otgan lahzalarni izohlarda men bilan bo'lishing. Biz bir-birimizga dalda bo'lamiz. Kanalimizni kuzatib boring. Bu yerda faqat haqiqiy hislar va ochiq qalb yashaydi. O'zingizni va qalbingizdagi olovni asrang.